Avtomat liniya gazobeton. Gazoblok ishlab chiqarish uchun avtomat liniyalar. Yana bitta quyib qo'yasizlar, semeni tortib qo'ydi-yu. Semenni biz shuni yopiqroq ochib qo'yamiz. Havo ulangan mana semen siloslarga. Semenni chiqarish uchun. Bo'ldimi? Qani? Oching makka. Voy qaynoqdan rastorlar mana. Gazoblok qanday tayyorlanadi deganlarga xuddi mana shunday tayyorlanadi. Endi meshalkada aralashtirib shunday kranda ochib yuborsa mana qolipga quyadi, tayyorda. Qumdan sovaring lentaga ishlab yotibdi. Mana ketdi mana. Qani ko'tarilishini ko'raylikchi. Qalay ko'tarilyapti? Zo'r. Bo'ldi, yopib qo'ying uni. Bu ham ko'tarilyapti mana. Bittani tortib bo'lgandan keyin o'chirsangiz, o'chirib qo'yaveramiz samolyot. Mana bu rastorlarimiz sekin ko'tarilib chiqib kelyapti. Yo'q, bitta quyib qo'ying endi, qolmaydi-yu qum bilan semen. Biro'la o'chirasiz-da. Suvni tortishni boshladi, qum bilan semen tortib bo'lgan. Shunaqa gaplar mana og'alar.